Zoom'da iştirak etayotgan domlalar eshitilyaptimi ovozimiz? Eshitilyapti. Bunyodbek eshitilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, qatnashchilar. Bugun kun tartibida Lalmikor dehqonchilik ilmiy tadqiqot huzuridagi ilmiy darajali kengashda seleksiya yutug'i ixtiro patenti bo'yicha taqdimot belgilangan. Demak, kengash yig'ilishida majlisda Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan tasdiqlangan 19 nafar ilmiy kengash a'zolaridan 15 kishi ishtirok etmoqda. Demak, vakolat yetarli. Kimda qanday takliflar bor? Ochilsin deganlar marhamat tasdiqlab olsak. Ochilsin. Rahmat. Kengash majlisiga kun tartibi haqida tarqatilgan. Bugun kun tartibida Ergash Abror Shodmonovning murakkab duragaylash uslubi orqali suv tanqis va sho'rlangan hududlarda yetishtirishga mos g'o'za navini yaratish mavzusidagi qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan seleksiya yutug'i patent taqdimoti himoyasi. Kun tartibi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Tasdiqlasin deganlar marhamat. Kun tartibida masalan ko'rib chiqishga o'tsak, bugun Ergash Abror Shodmonovning murakkab duragaylash uslubi orqali suv tanqis sho'rlangan hududlarda yetishtirishga mos g'o'zalarni yaratish mavzusidagi qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan seleksiya yutug'i taqdimoti himoyasi. Ilmiy rahbar qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Mamarafin Bunyod Ikromovich. Demak, talabgor topshirgan hujjatlarning asosiy mazmuni bilan tanishish uchun so'zni ilmiy kengash kotibi Ulug' Bekniyevga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli kengash raisi. Ergash Abror Shodmonov kengashga, ilmiy kengashga Oliy komissiyasiga talabida barcha hujjatlar topshirgan. Bular bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Ergash Abror Shodmonov 1993-yil 21-sentyabr O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida tavallud topgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, oilali, bir nafar farzandi bor. U 2009-yilda Toshkent shahrida joylashgan Mirzo-Ulug'bek tumanidagi 149-sonli ta'lim maktabini a'lo baholarga tamomlab, 2009-2012-yillarda Toshkent shahri Chilonzor tumanida joylashgan tibbiyot kollejining stomatologiya ta'lim yo'nalishini a'lo baholarga tamomlagan. 2013-2013-yilda Toshkent davlat agrar universiteti talabasi, 2013-2016-yillarda esa O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Oz Sodiqov nomli bioorganik kimyo instituti laboranti, 2018-2020-yillarda Toshkent davlat agrar universiteti magistranti, 2017-2020-yillarda esa paxta seleksiyasi texnologiyalar ilmiy tadqiqot institutining kichik ilmiy xodimi, 2024-yildan hozirgi kunga qadar Set Master mas'uliyat cheklangan jamiyati tajriba orttiruvchi tadqiqotchi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Ergash Abror Shodmonovning murakkab duragaylash asosida uslublari orqali suv tanqis va sho'rlangan hududlarda yetishtirishga mos g'o'za navini yaratish mavzusidagi 060105 seleksiya va urug'chilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktor, PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya himoyasi seleksiya yutug'i, ya'ni ixtiro patenti taqdimoti tayyorlangan. Shu kunga qadar mazkur tadqiqotchi ilmiy ishlar natijasida 8 ta ilmiy nashrlarda chop ettirilgan. Bulardan Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalarning asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 5 ta maqola, 4 ta respublika va bitta xorijiy jurnallarda maqolalar nashr ettirilgan. U ixtisoslik bo'yicha fanlarni yaxshi baholarga topshirgan. Seleksiya urug'chilik mutaxassislarning seleksiya urug'chilik fanidan 86 ball, chet tili fanidan 78 ball va Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan talab etilgan barcha hujjatlar yetarli papkalarda
ko'rishlaringiz mumkin. Rahmat. Talablar hujjatlari bo'yicha ilmiy kotibga savollar bormi? Yo'q. Agar savollar bo'lmasa, ma'lumot uchun qabul qilamiz. Endi so'z navbatini taqdimotning asosiy mazmuni bilan bayonish uchun so'z Ergash Abror Shalman o'g'liga beriladi. Marhamat. Reglament 20 minut belgilasak bo'ladi. Bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi va a'zolari. Bugun men murakkab duragalash uslubi orqali suv ta'minotida o'rgangan hududlarni yetishtirishga mos g'o'za navini yaratish mavzusida 06.01.05 seleksiya va urug'chilik ixtisosligida qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdimotni namoyish qilmoqchiman. Ilmiy rahbarim qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Mamrakimov Bunyod Ikromovich bo'ladi. Mavzuni dolzarbiga keladigan bo'lsak, keyingi yillarda dunyo miqyosida sodir bo'layotgan global iqlim o'zgarishlari, tuproq sho'rlanishi va suv tanqisligi, yuqori harorat zarar kunanda va kasalliklarning yangi agressiv irqlari va boshqalar qishloq xo'jaligi ekinlarining mahsuldorligi va sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, O'zbekistonning shimoliy hududlari bo'lgan Qoraqalpog'iston Respublikasi ham Orol dengizining qurishi oqibatida suv tanqisligi va sho'rlanish darajasining oshishi nafaqat ushbu mintaqada, balki respublikamiz miqyosida ham qishloq xo'jaligi ekinlari, xususan g'o'za navlarining hosildorligi va tolish sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, respublikamizning shimoliy tuproq sho'rlanishi va suv tanqisligiga salbiy ta'sir kuchli bo'lgan Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida yetishtirishga mos tezpishar hosildor, tolish chiqimi va sifati yuqori bo'lgan g'o'za navlarini yaratish va joriy etish dolzarb mavzu hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2002-yil 29-avgustdagi 395-son, 2009-yil 16-fevraldagi 521-son va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi Prezident farmonining 21-son qarorlaridagi ilmiy izlanishlarimiz maqsad va vazifalarni belgilab olingan. Tadqiqotning maqsadiga keladigan bo'lsak, turli murakkab duragalash suvlar orqali yaratilgan yuqori avtod duragalarda asosiy xo'jalik uchun qimmatli belgilarning shakllanishi va barqarorlashuvini qiyosiy o'rganish asosida Qoraqalpog'iston Respublikasining suv tanqis va sho'rlangan hududlarida yetishtirishga mos g'o'za navlari yaratishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari esa turli murakkab duragalash suvlar asosida avvalgi yillarda yaratilgan yuqori avlod seleksiya g'o'za ashyolarini xo'jalik uchun qimmatli belgilari bo'yicha baholash, barqarorlashuvini o'rganish va belgilarning o'zaro korrelyatsiyasini aniqlash, tabiiy sharoitda yuqori avlod seleksiya ashyolarining vertikal chidamlilik darajasini aniqlash, ko'p yillik tadqiqotlar asosida murakkab duragalash suvlar orqali yaratilgan g'o'za tizmalarining Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida sinovlardan o'tkazish, Qoraqalpog'iston Respublikasining suv tanqis va sho'rlangan hududlarida yetishtirishga mos tezpishar, tolish sifati yuqori bo'lgan g'o'za navining yaratish hamda ishlab chiqarishga tashkil etishdan iborat. Bu yerda tadqiqot obyektlarimiz keltirilgan. Institutning g'o'za genetikasi va sitologiyasi laboratoriyasida avvalgi yillarda turli murakkab duragalash usullari orqali yaratilgan quyidagi seleksion ashyolardan foydalanilgan. Quyidagilar esa boshlang'ich ashyo sifatida foydalanilgan. Va jadval bu slaydda ko'rib turganingizdek, quyidagi tadqiqot usullaridan keng foydalanilgan. Ixtiro patenti yaratilish davrida dastur asosida quyidagi loyihalar amalga oshirilgan. Shulardan AKXF 5027 sonli, MBQX AQX 2008 va 140 loyihalar hisoblanadi. Tadqiqotning ilmiy yangiligiga keladigan bo'lsak, xo'jalik uchun qimmatli belgilarning ijobiy majmuasini o'zida mujassam qilgan stress omillariga bardoshli va yuqori mahsulot seleksion ashyolarini yaratishda turlararo murakkab duragalash usulining samarasi yuqori ekanligi ilmiy jihatdan isbotlangan. Turli murakkab duragalash usullari asosida avvalgi yillarda yaratilgan g'o'za duragalarining yuqori avlodlarda asosiy xo'jalik uchun qimmatli belgilarning shakllanishi, barqarorlashuvi jarayoni qiyosiy tahlil qilish asosida o'rganilgan integrativ seleksion ashyolarda belgilarning ijobiy majmuasi barqaror ekanligi tasdiqlangan. Murakkab duragalash usuли orqali tezpisharlik, hosildorlik, yuqori tolish sifati, tolish chiqimi, sho'rlanish va suv tanqisligi bardoshlilik va boshqa xo'jalik qimmatli belgilarning ijobiy majmuasiga ega yangi S7320 g'o'za navi yaratilgan hamda uning seleksion va xo'jalik qimmati ilmiy jihatdan belgilab berilgan. Patent sinovi natijalariga asosan murakkab duragalash usuli orqali yangi yaratilgan S7320 navining xo'jalik uchun qimmatli belgilar bo'yicha yangiligi va bir xilligi, barqarorligi tasdiqlangan. Tadqiqotning amaliy natijalariga keladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasining sho'rlangan va suv tanqis sharoitlarida
yetishtirishga mos, tola chiqimi yuqori, tola sifati to'liq 4-tipga mansubligi, o'rta tolali bozorning S73-20 yaratilgan va 540 raqamli paketi olingan. Yangi yaratilgan o'rta tolali bozorning S73-20 Qoraqalpog'iston Respublikasining 50 qara tumanidagi Bo'ston 91 fermer xo'jaligida 308 gektar maydonda ekilgan bo'lib, mazkur bandning kesib-pishariq 114 kundan 115 kunda tashkil etib, bitta ko'sakdagi paxta vazni 6,65 gramm, tola chiqimi 39-40%, vitamin ko'rsatkichi esa 4,3 ga, tolaning uzunligi 35-36 mm ga, tolaning uzilish kuchi esa 33-34 ga tashkil etib, 4-tipga to'liq javob berish tasdiqlangan. S73-20 bozor narxining Qoraqalpog'iston Respublikasidagi ekilayotgan S-27 bozor narxiga nisbatan tola chiqimi 15% yuqoriligi, hosildorligi 5-7 mm, tola mikromeriasi 0,2-0,3 birlikka maynligi va tola uzunligi esa 1-2 mm ga uzunligi hamda qimmatli xo'jalik belgilarining yuqori natijasida ushbu narxning keng joriy etish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkinligi ta'kidlangan. Quyidagi jadvalda esa o'rganilgan to'laganlarning xizmatli xo'jalik belgilarining 2019-yilgi natijalari keltirilgan. Bu yerda biz standartlar sifatida S65-24 narxini olganmiz va narx va tizimalarimizda ularning kesib-pishariqligi, tola chiqimi, tola uzunligi, bir dona ko'sakdagi paxta vazni, 1000 dona chigitdagi paxta vazniga nisbatan natijalarni keltirganmiz. Bu yerda ba'zi tizmalar va navlarimiz standartlarga nisbatan yuqori natijalarni namoyon qilgan, xususan tola chiqimi 40% dan yuqori aksariyat ko'pchiligida va bir dona ko'sakdagi paxta vazni esa ko'pchiligida standart narxga nisbatan yuqori natijalarni namoyon qilib 602 grammni tashkil qilgan. Bu jadvalda esa o'rganilgan tizmalarda tolaning sifat ko'rsatkichlarida keltirilgan. Bu yerda ko'rib turganingizdek barchasida 4-tipga mansubligi ko'rinib turibdi va shulardan kompleks belgilari bo'yicha yaxshi natija ko'rsatgan 5 ta navbat tizmalarimiz ajratib olinib, kelajakda tola sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashda qimmatli donor bo'lishi hisobotga keltirilgan, ya'ni xulosa berilgan. O'rganilgan seleksion ashyolarining biz vertsilozali iqlim kasalligiga bardoshliligini laboratoriya va dala sharoitlarida o'rganganmiz. Xususan, laboratoriya sharoitida o'rganganimizda standart sifatga S65-24 naviga nisbatan solishtirganimizda quyidagi navbat tizmalarimiz quyidagi natijalarni namoyon qilgan. Bulardan 4tasi kuchli chidamsizlikda, 3tasi esa o'rtacha chidamlilikda va 12tasi kuchli chidamlilikda namoyon qilgan. Dala sharoitida aniqlangan natijalarimiz esa shulardan 4tasi laboratoriya sharoiti bilan bir xil natijani qayd qilgan, ya'ni 4tasi kuchli chidamlilikni namoyon qilgan. Bu jadvalda esa o'rganilgan tizmalarning ayrim xo'jalik belgilari orasidagi korrelyatsion bog'liqliklari keltirilgan. Bu yerda biz ularning tola uzunligi va tola chiqimi o'rtasidagi, tola uzunligi va bir dona ko'sakdagi paxta vazni o'rtasidagi, tola uzunligi va 1000 dona chigit vazni o'rtasidagi, tola chiqimi va bir dona ko'sakdagi paxta vazni o'rtasidagi, tola chiqimi va 1000 dona chigit vazni o'rtasidagi hamda bir dona ko'sakdagi paxta vazni va 1000 dona chigit vazni o'rtasida korrelyatsion bog'liqliklarni keltirganmiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek xususan tola uzunligi va tola chiqimi o'rtasidagi farqqa keladigan bo'lsak, 11tasi ijobiy natijani namoyon qilib, shulardan bittasi kuchli ijobiy va 3tasi kuchsiz ijobiy natijani namoyon qilgan. Tola uzunligi va tola va bir dona ko'sakdagi paxta vazni o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqliklarda esa 6tasi ijobiy natijani, tola uzunligi va 1000 dona chigit vazni o'rtasida esa 10tasi ijobiy natijalarni qayd etib, shulardan 5tasi o'rtacha kuchli va 5tasi kuchsiz ijobiy natijalarni keltirgan. Tola chiqimi bir dona ko'sakdagi paxta vazni o'rtasida esa 10tasi ijobiy natijalarni keltirib, shulardan bittasi kuchli va 9tasi kuchsiz ijobiy natijalarni bergan. Tola chiqimi 1000 dona chigit vazni o'rtasida esa 13tasi ijobiy natijalarni berib, shulardan 3tasi o'rtacha kuchli va 10tasi kuchsiz ijobiy natijani bergan. Oxirgi bir dona ko'sakdagi paxta vazni va 1000 dona chigit vazni o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqliklar esa 12tasi ijobiy natijani berib, shulardan bittasi kuchli ijobiy va 3tasi o'rtacha ijobiy natijalarni bergan. Bizning institutning urug' ko'paytirish ko'chadorlarida va oila tizmalarining xizmatli xo'jalik belgilari keltirilgan quyidagi slaydda va bu yerda ko'rib turganingizdek biz eng kuchli va o'zini yaxshi namoyon qilgan 8 ta navbat tizmalarini olganmiz va ularni standart navlarga, ya'ni S65-24 va Namangan 77 navlariga nisbatan taqqoslaganmiz. Ko'rib turganingizdek ularda hammasi standart navlarga nisbatan
yuqori natijalarni namoyon qilgan va shulardan 4tasi kompleks belgilar bo'yicha standart navlarga nisbatan yuqori natijalarni bergan bo'ladi. S7320 g'o'zanavining kelib chiqishiga keladigan bo'lsak, 95-yillarda sintetik seleksiya usulida ko'p martalik yakka tanlash usuli olib borilgan. 96-99-yillarda biologik va 1 yilga seleksion ko'chatzorlarda ishlanish va o'zgaruvchanlik o'rganilgan. 2000 va 2018-yillar oralig'ida 72-84 xizmat sifatida qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha me'yorga yetkazishlar amalga oshirilgan. 2019 va 2021-yillar oralig'ida esa laboratoriyaning raqobat ko'chatzorlarida va institutning kichik va katta narx sanash ko'chatzorlarida sinalgan. 2022 va 2023-yillar oralig'ida esa S7320 navi davlat narx sanash markazlarida sinovdan o'tkazilgan va 2025-26-yillarda esa S7320 navi dastlabki urug' ko'paytirish ishlari olib borilgan. Bu jadvalda biz S7320 o'rta sonali g'o'zanavining konkurs va narx sanash natijalarini keltirganmiz. Bu yerda 2019 va 2021-yillar oralig'idagi natijalarni andoza navimiz, ya'ni S6524 ga nisbatan ko'rsatkichlar keltirilgan va ko'rib turganingizdek o'rtacha belgilari bo'yicha shu 3 yillik xulosada S7320 navimiz o'rtacha ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori natijalarni qayd etgan, xususan umumiy paxta hosildorligi bo'yicha andoza naviga nisbatan 7% yuqoriligini, tola chiqimi 6% yuqoriligini, barcha termlar bo'yicha tola hosildorligi 1.8.5 ga, mikroneri 0.2 ga, stabil uzunligi 1.3 ga, nisbiy uzunligi esa 0.9 ga, tez pisharligi 1 kunga tez pisharligi, bir dona ko'sak vazni esa 0.5 ga, ming dona chigit vazni esa 3.4% yuqoriligi namoyon bo'lgan. Bu jadvalda esa S7320 g'o'zanavining qimmatli xo'jalik belgilari keltirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'ston 91 fermer xo'jaligida ekilgan tizmalarning qimmatli xo'jalik belgilari keltirilgan ushbu slaydda va bularda biz navbat tizmalarining tez pisharligi, bir dona ko'sakdagi paxta vazni, ming dona chigit vazni, tola chiqimi, tola uzunligi va hosildorliklarini bu jadvalda keltirganmiz. Bu jadvalimizda esa tizmalar tolasining sifat ko'rsatkichlari keltirilgan. S7320 g'o'zanavining iqtisodiy samaradorligiga keladigan bo'lsak, biz uni andozanav, ya'ni S4727 naviga nisbatan solishtirganmiz. Xususan shunda S4727 navi hosildorligi 33 sektni tashkil qilib, birinchi terimda 60%, ikkinchi terimda 25%, uchinchi terimda 15% terim bilan 100% natijani namoyon qilgan bo'lsa, S7320 navimizda sentneriga 41 sentnerda, birinchi terimda 85%, ikkinchi terimda 15%lik ko'rsatkich bilan 100% natija namoyon qilgan. Shulardan jami daromadlarini hisoblaydigan bo'lsak, hektariga S4727 navimiz taxminan 25 million 400 lar atrofida daromad keltirgan bo'lsa, S7320 navimiz taxminan 33 million daromad qayd etilgan va shularning agrotexnik tadbirlar xarajatlari ayirib tashlanganda S4727 da sof foydamiz 16 million 380 mingni tashkil qilgan bo'lsa, S7320 navimizda esa taxminan 24 millionlik natijani keltirgan. Agar ularni foizga qarab hisoblaydigan bo'lsak, S4727 da 100% samaradorlik keltirilgan bo'lsa, S7320 da 145-96% samaradorlik aniqlangan. Seleksiya yutuq ixtiro patenti S7320 navi Navning davlat narx sanash markazida o'tkazilgan patent sinov natijalariga asosan quyidagilar tasdiqlandi. Ixtiro patenti yangiligi. Patent talabnomasi berilgan vaqtda S7320 g'o'zanavining xo'jalik uchun qimmatli belgilari bo'yicha yangiligi tasdiqlangan hamda urug'i boshqa shaxslarga berilmagani va sotilmagan. Ixtiro patenti farqliligi. Seleksiya yutug'i S7320 navi mavjud g'o'zanavlardan navdorlik belgilari bo'yicha farqlanishi tasdiqlangan. Ixtiro patentining turdoshliligi. Davlat narx sinoviga topshirilgan yangi S7320 g'o'zanavi chigitdan ko'paytirilgan o'simliklarning marfa xo'jalik va navdorlik belgilari turdosh ekanligi aniqlangan. Ixtiro patentining barqarorligi. Yangi S7320 g'o'zanavi chigitdan ko'paytirilganda navdagi marfa xo'jalik va navdorlik belgilari barqaror saqlanib qolishi tasdiqlangan. Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, yuqori avlod murakkab turlar va duragalar orasida xo'jalik uchun qimmatli belgilarning ijobiy majmuasiga ega transgressiv o'simliklarni tanlash, oilaviy belgilarning shakllanishi va barqarorlashuvini o'rganish, genetik jihatdan boyitilgan seleksion g'o'za ashyolarini yaratishda samarali usul ekanligi aniqlandi. Turlararo duragalar suri orqali genetik jihatdan
salbiy korrelyatsiyaga ega belgilar orasidagi bog'liqliklarni ijobiyga aylantirish mumkinligi tasdiqlangan. Jumladan, quyidagilar tog'lar uzunligi va tog'lar chiqimi o'rtasidagi hamda quyidagi tizmalar esa tog'lar chiqimi va mingdona chigit vazni o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiyaga erishildi. Murakkab turlararo duragalash usuli orqali yaratilgan seleksion ashyolar va tizmalarning xo'jalik uchun qimmatli belgilari bo'yicha barqarorlashuvini o'rganish, yo'naltirilgan tanlash va turli tuproq iqlim sharoitlarida sinash, erta pishar, hosildor va tog'lar sifatida tog'lar chiqimi yuqori hamda sho'rlanish va suv tanqisligiga bardoshli o'zanalari seleksiyada samarali ekanligi tasdiqlangan. Tadqiqotlarda o'rganilgan seleksion ashyolar orasida quyidagi navbat tizmalar kabi erta pisharlik, bir ko'rsakdagi paxta vazni, tog'lar uzunligi, hosildorlik hamda tog'lar sifat ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natijalarni namoyon etib, Qoraqalpog'iston Respublikasining sho'rlangan va suv tanqis sharoitida yetishtirish uchun mos yangi o'zanavlari seleksiyasida qimmatli boshlang'ich manba bo'lish xizmati bo'lib xizmat qilishi mumkinligi aniqlangan. Laboratoriya tadqiqotlarida o'rganilgan 17 ta integrativ o'zi seleksion ashyolarining quyidagi tizmalarida Versurium dali va Fusarium oxysporum ixlariga hamda tabiiy zararlangan dala sharoitlarida quyidagi navbat tizmalarida Versurium dali klipga tolerantligini namoyon etib, vil kasalligiga bardoshli seleksion ashyolar yaratishda qimmatli boshlang'ich manba bo'lib xizmat qiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida tog'lar sifatining 4-sinfga mansub andoza S65-24 ga nisbatan 1-2 pisharligi, paxta hosildorligi 4-5 cm yuqoriligi, tog'lar chiqimi 4-5% yuqoriligi, mikromeria esa 0.01 ga mayinligi, tog'lar uzunligi 1,3-1,4 mm uzun bo'lgan S73-20 o'zanavi yaratilgan va 540-raqamli patent olingan. S73-20 o'zanavi bo'yicha Ellikqal'a tumanida dastlabki urug'chilik ishlari 4-8 gektar maydonda tashkil etilib, navning mavdorligi andoza talablariga yetkazilib, 310 ta yakka tanlovlar va 50 ta oilaviy terimlar hamda 1500 kg super elita va elbir urug'lari tayyorlangan. Tafsil sifatida shuni ayta olamizki, respublikamizning suv tanqis va sho'rlangan tuproqlardagi sharoitlarga yetishtirishga mos tezpishar, tog'lar sifati va hosildorligi yuqori o'zanavlarni yaratish, turlararo duragalash usulidan keng foydalanish tavsiya etiladi. Tadqiqotlar asosida yangi yaratilgan o'rta tog'larli S73-20 o'zanavining respublikamizning shimoliy sho'rlangan va suv tanqis mintaqalarida tuproq iqlim sharoitida yetishtirishga mosligi bo'yicha keng ishlab chiqarish sinovlaridan tashkil etish tavsiya etiladi. Bu yerda esa e'lon qilingan ishlar ro'yxati keltirilgan. Bu yerda ularning davomi. Bu rasmda esa Qoraqalpog'iston Respublikasida S73-20 o'zanavining hosil elementlari to'planganligi holati keltirilgan. E'tiborda uchun rahmat. Rahmat. Savol javob bo'lsa bo'ladi. Marhamat, kimda savollar bo'lsa, bering. Namoz qilib hujjatlardan Abra murakkab duragallash uslubi asosida deyilyapti-da. Shuni qanaqa usullari bor? Qaysi usullarda foydalaniladi? Murakkab duragallash usullari tadqiqotda foydalanganda murakkab turlararo duragallash foydalanilgan. O'sha tadqiqotimizda murakkab turlararo duragallashlardan foydalanib, kerakli natijalarga erishganmiz. Rahmat. Yana kimda marhamat savol. Zoom'da ham qo'yinglar. Savollar bor edi, mumkinmi? Marhamat, domla, marhamat, savollar. Assalomu alaykum. Hurmatli seminar qatnashchilari, talabgorga bir qancha savollar bor edi. Tadqiqotingiz qayerda olib borildi? Tadqiqot obyekti qayerda edi? Tadqiqot obyekti Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumanidagi Bo'ston 91 fermer xo'jaligida olib borilgan. Qancha maydonga? Shu 8 gektarga. Keyingi savol, tadqiqotingizda namunalar nechinchi avloddan boshlab o'rganila boshladingiz? Namunalarni biz 2000 va 2018 yillar oralig'ida, ya'ni aniqroq aytganda 2012 yillardan boshlab o'rganishni boshlaganman. Erta pisharlik va tola chiqimi o'rtasida qaralashdan bog'liqlik qaysi darajada deb o'ylaysiz? Siz namunalaringizda. Hozir
beradigan o'sha jadvalga asosan javoblarni erta pishirdik. Nechta belgi o'rtasida korrelyatsiya bog'liqligini o'rgandingiz? Biz bu yerda 6 ta korrelyatsiya bog'liqliklarni o'rganganmiz, ya'ni ularning tola uzunligi va tola chiqimi o'rtasidagi, tola uzunligi va bir dona ko'sakdagi paxta vazni o'rtasidagi, tola uzunligi va ming dona chigit vazni o'rtasidagi, tola chiqimi va bir dona ko'sakdagi paxta vazni o'rtasidagi, tola chiqimi va ming dona chigit vazni o'rtasidagi va oxirgisi bir dona ko'sakdagi paxta vazni va ming dona chigit vazni o'rtasidagi korrelyatsiya bog'liqliklarni o'rganganmiz. Rahmat. Keyingi savolim o'sha sizni integrativ tizimalaringizda bir dona ko'sakdagi paxta vazni, misol uchun tizma 4679-81/16 namunangizda 2017-yilgi ya'ni ushbu belgi bir dona ko'sakdagi paxta vazni belgisidagi variatsiya koeffitsiyenti 802 bo'lgan. 2018-yilda 911 bo'lgan. 2019-yilda esa 580 bo'lgan variatsiya koeffitsiyenti. Bu nimaga bunaqa bo'lgan? Ya'ni keyingi yilga borib variatsiya koeffitsiyenti pastga tushib ketyapti, birinchi yuqori edi. Buni qanday izohlaysiz? Endi masalan, har yili har xil sharoit yoki har xil iqlim bo'lishi mumkin va har yili har xil o'zini namoyon qilgan va biz o'sha namoyon qilgan natijalarni ro'yxatga olib, ularni qayd qilib borganmiz. Hozir ushbu tizimalaringiz nechinchi avlod? Hozirgi ushbu tizimalarimizda 3-avlod. Korrelyatsiya koeffitsiyentini qaysi uslub asosida o'rgandingiz? Kimni uslubi? Korrelyatsiya uslublarini biz o'sha o'quv qo'llanmalarida berilgan o'sha akademiklarning o'sha usullaridan foydalanib o'rganganmiz. Tadqiqot natijasida ishlab chiqarishga bilan bog'liq tomonni tahlil qilib bering. Savolni qaytara olasizmi yana bir marta? Tadqiqotning amaliy natijadorligi bo'yicha ko'proq ma'lumot bering. Tadqiqotning amaliy natijalari bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsam, buni ya'ni amaliy natijalarda erta pisharligi, tola uzunligi, tola chiqimi va hosildorliklarni sizga aytishim mumkin. Va shunga qarab bizda tadqiqotda o'sha amaliy usullarimizda ham, ya'ni amalda ham xuddi o'sha laboratoriyada dala sharoitda o'rgangan usul orqali o'rgangan natijalarimizni keltirgan, ya'ni amaliyotda ham. Ularni boshqa savolim yo'q menda. Rahmat hammaga. Rahmat, Sheikh Muhammad Azhar. Marhamat, yana savollar. Mumkinmi? Marhamat, domla. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari va hurmatli rais. Meni ham bir ikkita savollarim bor edi. Talabgorni shu taqdimoti bilan tanishganimda asosan paxtachilik bo'yicha xorijiy davlatlar bo'yicha olib borilgan ishlarda statistik ma'lumotlari keltirilgan ekan ko'rib chiqqanimda. Shu respublikamizda hozir holat qanaqa? Mashular bilan ham bir o'rtoqlashib o'tsangiz, masalan, mana shu 2025-yilda qanaqa holatlar bo'ldi? Shular to'g'risida biroz ma'lumot berib o'tsangiz. Savol uchun katta rahmat. 2025-yil, ya'ni so'nggi yillardagi natijalarni ham keltiradigan bo'lsak, bu yerda o'sha to'liq o'zini tez pisharligi, tola chiqimi va tola uzunliklarini, hosildorliklarini namoyon qilgan, ya'ni o'sha boyagi iqtisodiy samaradorligida keltirilgandek gektariga 41 sentnerni tashkil qilgan va ijobiy iqtisodiy samaradorliklarni namoyon qilgan o'zida. Rahmat. Keyingi savolim turlararo dro'gaylash orqali yaratilgan seleksion ashyolarda tolani sifat ko'rsatkichlari, menimcha adashmasam 2-jadvalda edi. Qaysi uslubiyot asosida aniqlangan va qaysi laboratoriyada olib borilgan ishlar? Uslubiyot va laboratoriya. G'o'za genetikasi va sitologiyasi laboratoriyalarida bular olib borilgan, bu tajribalar olib borilgan va o'sha murakkab turlararo dro'gaylash usullari orqali bu ishlarimizni amalga oshirganmiz. Keyingi oxirgi savolim
mana shu siz S7320 o'zanavida ham muallif ekansiz. Mana sşu navi yaratilish tarixi haqida aytib o'tsangiz va bu bugungi kunda respublikamizda qancha maydonlarda ekilmoqda? Mana shu to'g'risida ma'lumot berib o'tsangiz. Hozirgi kunda endi bu nav sifatida o'sha tatbiq etib, ungacha uni iqtisodiy samaradorligi, o'zini ko'rsatkichlari hammasi o'rganilgan. Va aytganimdek, boya 308 gektar maydonda ekilgan bo'lib, taxminan 1,5 ming tonna, ya'ni 1500 kilogramm urug'lik jamg'arilgan va endi xudo xolasa buni kelajakda o'sha shimoliy hududlarga yoki janubiy hududlarga ikkinchi ekin sifatida ekishni mo'ljallab turibmiz. Rahmat, boshqa savolim yo'q. Rahmat. Rahmat domla. Marhamat yana. Mumkin bo'lsa agar. Savol berding. Hozir ikkita savol bor edi. Avval zoomdan olib kelgan. To'g'ri, marhamat, savollar berish mumkin. Kimma? Bunyodbek. Marhamat domla, savol berish mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Menda ham bitta qiziqtirgan savol bor edi. Mana bu narsa to'g'risida aytilyapti. Nima uchun faqat Qoraqalpog'iston uchun suv tanqi sho'rlangan yerlar uchun yaratilyapti? Bu boshqa Xorazm bor, Buxoro bor, Sirdaryo bor. Bu yerlarda ekish mumkin emasmi bundan? Domla, savolingiz uchun katta rahmat. Qoraqalpoq uchun yaratdinglar. Yo'q, aslo yo'q. Savolingizni tushundim. Yaxshi savol bo'ldi. Biz misol uchun o'z tajribalarimizda, boshlang'ich tajribalarimizda o'sha nav sifatida sinaganimizda o'zini qanday namoyon qilish uchun, masalan, o'sha Ellikqal'a tumanida Bo'ston 91 fermer xo'jaligida o'z ishlarimizni boshlaganmiz. Va shu bilan parallel ravishda sekin-asta o'sha Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxoroda nav sinash ishlari amalga oshirilmoqda. Ya'ni biz avvalambor kuzatmoqdamiz. U yerda ya'ni Qoraqalpog'istonga o'xshagan natijalarni namoyon qiladimi yo'qmi? Va xudo xolasa bu yaxshi natijalarga erishib, o'zini yaxshi namoyon qilgandan keyin buni biz keyinchalik yana e'lon qilib, yana o'sha tumanlarga ham, viloyatlarga ham tavsiya qilmoqchimiz. Xo'p. Keyingi savolim. Mana jadval turibdi, mana 95-yil boshlangan ekan ish. 26-yil tugayapti, 31 yil bo'libdi-da bu ishni boshlangan. Endi 2000-yildan 2018-yilgacha 72-84 tuzilmasining sifat qiymat xo'jalik belgilari bo'yicha me'yoriy yetkazish ishlarini amalga oshirilgan deyapsiz. Shu amalga oshirish uchun 18 yil vaqt ketadi. O'z bilganingizdek, bu masalan biror bir nav darajasiga yetguncha juda ham ko'p murakkab va mashaqqatli yo'llar bilan bosib o'tiladi. Va bu yerda biz shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaganmiz. Ya'ni har bitta o'sha navbat tizimalarini, o'zini masalan sifat ko'rsatkichlarini to'liq namoyon qilishini sabr bilan va uni namoyon bo'lishini kutganmiz va yaxshi natijalarga erishilgandan so'ng keyingi bosqichga o'tganmiz. Ya'ni bu yerda biz shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib xato qilmaslikka ko'proq urg'u berganmiz va o'zini to'liq yaxshi ko'rsatkichlarni namoyon qilgandan keyin keyingi etapga o'tganmiz. Bu muddat ko'p emasmi deb so'rayapman-da, menga qiziq tuyulyapti. Ko'p emasmi 18 yil shu bir xillikka keldi. Aslida to'g'ri aytyapsiz, chunki bitta nav sifatida namoyon bo'lib, o'zini o'sha nav sifatida namoyon qilish uchun 31 yil katta muddat hisoblanadi. Lekin bizlarni seleksioner olimlarimiz, ustozlarimiz, akademiklar va bizning kollektivlar o'zini o'sha sabr bardoshi bilan shu darajaga yetkazish uchun hammasi qo'ldan kelgancha harakat qilishgan va boyagi ta'kidlab o'tganimdek, o'zini to'liq namoyon qilib, yaxshi natijalarni to'liq ifoda namoyon qilishini kutib, undan keyin keyingi bosqichlarga o'tilgan. Keyingi savol, siz mana shu navni yaratishda qatnashish patentga ega bo'libsiz. Siz qaysi bosqichdan shu navni yaratilishiga qo'shilgansiz? Qaysi bosqichdan? Hozirgi siz ko'rib turgan aynan mana sizni savolingizdan kelib chiqilgan o'sha tizma sifatida amalga oshirilgan jarayonda, ya'ni 2000 va 2018-yillarda
Men bu yerga kelib qo'shilganman va o'z tajribalarimizni birga ustozlar bilan birga olib borganmiz. Aniqroq qilib aytganimizda 2012-yildan, ya'ni Toshkent davlat agrar universitetiga kirganimdan boshlab va hozirgi kungacha shu nav bilan birga ishlab olib bormoqdamiz. Oxirgi savolim, patentda sizni ulushingiz qancha? Patentda mening ulushim 15% tashkil qiladi. Qancha? 15%. Bo'ldi, menda boshqa savol yo'q. Rahmat savolingiz uchun. Rahmat domla, savollaringiz. Marhamat. Nima to'g'ri savollaringiz bo'lsa, marhamat. Mumkinmi? Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolarim. Men talabgorga quyidagicha savol bermoqchi edim. Birinchisi, g'o'zaning hosildorlik elementlariga nimalar kiradi? Hosildorlik elementlariga ularning o'sha tola chiqimi, tola uzunligi, o'sha bir dona ko'sak vazni, 1000 dona ko'sak vazni, o'sha chigit vaznlari kiradi. Erta pisharligi. Yaxshi. Ikkinchisi, qarang, Qoraqalpog'istonda tajribalar o'tkazgan ekansiz. Ularda suv asosiy muammo hisoblanadi. Shuning uchun suv tanqisligiga chidamli degan navlarda chidamliligini qanday aniqlashimiz mumkin? Ahamiyati nimadan iborat? Biza bu yerda sho'rlanish darajasi va o'sha sho'rlanishning xillariga qarab olib borganmiz. Ya'ni sho'rlanish darajalari bu yerda kuchsiz, o'rta va yuqori sho'rlanish darajalari bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerda masalan ko'p ekiladigan S-20 naviga nisbatan, o'sha standart naviga nisbatan solishtirib, bu yerda o'sha sinov ishlarini amalga oshirganmiz. Suv haqida aytayapti, suv haqida aytayapti. O'sha sug'orish 3 marta amalga oshirilgan. G'o'zaning qanday kasalliklarni o'rgangansiz o'sha viloyatda? Bit kasalligi va fuzariy o'sish forumi. Yaxshi, rahmat. Rahmat. Rahmat domla. To'lqin Ergashev, marhamat savollaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum avvalambor. Bitta savolim bor edi men ham talabgorga. Siz o'rganayotgan nav o'sha hududda ekilayotgan navlardan afzalliklari o'zining qanaqa afzalliklari bor? Nimasi bilan ustun turadi? Savolingiz uchun katta rahmat. Biz o'sha ekayotgan yoki ko'paytirayotgan navimiz bu yerda ekilayotgan o'sha hududlarda ekilayotgan navga nisbatan erta pisharlikda, ya'ni 115 suvsizlikka chidamlilikda, sho'rga chidamlilikda namoyon qilgan, tola chiqimi va tola uzunligi bo'yicha va yuqori hosildorlikda namoyon qilgan. Rahmat, boshqa savolim yo'q. Rahmat domla, rahmat. Domlaning savollariga chiqib, marhamat domla. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli hamkasblar. Demak, menda bitta savol bor edi. Avval birinchi savolim, mana vilt kasalligini aniqlagansizlar. O'sha vilt kasalligini aniqlashda infeksion fonni yaratib oldingizmi yoki oddiy seleksion dalada aniqladingiz? Savol uchun katta rahmat. Biz o'sha vilt kasalligini dala sharoitida o'rganganimizda o'sha paxta seleksiyasi urug'chilik va agrotexnologiya institutining o'zini maxsus vilt fondi bor, ya'ni o'sha vilt kasalligi bilan zararlangan fond bor. Biz tajribalarimizda o'sha dalalarda qo'yib o'rganganmiz. Demak, infeksion fond yaratib olgansiz, ha? Yaratilgan, avvaldan bor va o'zi kuchli zararlangan. Mayli, keyingi davomi, demak, infeksion fond qanday yaratiladi? Infeksion fondlar o'sha maxsus o'sha dalada, o'sha maydonga o'sha vilt kasalligi bilan zararlangan tuproqda, ya'ni vilt kasalligi bilan zararlangan joylarda ekiladi va unga nisbatan bardoshliligi, chidamliligi aniqlanadi. Demak, tuproqda siz o'rganyapsiz. O'sha tuproqda. Yaxshi, keyingisi mana bu murakkab duragaylash uslubini qo'llab, duragay avlodlarni olgandan so'ng, demak, boshlang'ich material sifatida nechinchi avlod tanlab oldingiz? Boshlang'ich ikkinchi avlodga keltirilgandi bu ma'lumotlarimizda. Duragay avlod olgandan keyin boshlang'ich material sifatida avlod tanlab olgansiz. O'sha nechinchi avlod? 9-avlodda biz o'shani boshlab olganmiz. 9-avlod, ha, yaxshi. Keyingi savol, mana bu duragaylash ishlarini olib borgansizlar, to'g'rimi? Demak, o'zi
o'zi chetdan chaylanadimi, o'zidanmi? O'zidan ham chetdan ham changlanishi mumkin ular. Men ayrim adabiyotlarda o'zi 12% gacha chetdan chaylanadi degan. To'g'rimi? Demak, o'sha do'ragiylashda mana bu belgi xususiyatlarini saqlab qolishda mana izolyatsiyaning qaysi usulidan foydalanasiz? Himoya. Biz chetdan changlanishda izolyatsiyani, ya'ni o'sha himoyani o'sha agrorshunoslik ilmiy jamiyatda o'sha keltirilgan o'sha usullardan foydalangan. Keyin mana bu jadvalingizda mana rentabellik, iqtisodiy samaradorlikni ko'rsatdingiz. Ana shu yerda xarajatlar 9 million deb belgilangan, to'g'rimi? Ya'ni agrotexnik bu nisbatan olingan. Ana shu 9 million asosiy xarajatlar nimaga ketdi? Chunki bu 9 million kam emasmi? Bu 9 millionlik xarajat bu 1 gektar yerga nisbatan olingan va o'sha sharoitda, ya'ni o'sha muhitda bo'lgan o'sha masalan traktor uchun, uni yoqilg'isi uchun yoki o'sha ishchi xarajati uchun, ya'ni o'sha hisoblangan mablag'ni o'sha gektarga bo'lib ko'rganimizda shunchadan to'g'ri kelgan va umumiysi o'sha 9 million tashkil qilgan. Bu taqriban nisbatan olingan. Nisbatan bo'lmaydi, uni ya'ni o'sha o'g'itlar uchun sarflangan o'sha pul xarajatlar. Yaxshi, yana oxirgi bitta savolim bor. Demak, mana bu yerda bitta navda 5-jadval Namangan 77 nav standart bo'lgan. Ha, to'g'rimi? Ha. Nima uchun o'sha Namangan 77 dan olgan standart? Chunki u 4-tipga mansub va mana bu yerda siz aytganingizdek S6524 va Namangan 77 navlar olingan. O'sha tizmalarning ixtimatli xo'jalik belgilari o'sha, ya'ni urug' ko'paytirish ko'rsatkichlarida. Ya'ni Namangan 77 va S6524 o'z aslida o'sha hududlarda yoki o'sha tola sifati bo'yicha 4-tipga mansubligi va yuqori o'sha kompleks belgilar bo'yicha yuqori natijalar ular namoyon qiladi. Biz o'sha hududlarda ko'p ekiladi. O'shaning uchun biz tanlab olingan eng kuchli 8 ta o'sha navbat tizmalarimizni ularga nisbatan solishtirganmiz va ularni ko'rib turganingizdek, o'sha 8 ta navbat tizmalarimiz standart nav, ya'ni andoza navlarga nisbatan yaxshi natija ko'rsatgan va shulardan 4 tasi kompleks belgilari bo'yicha hattoki yuqori natijalarni namoyon qilgan. Marhamat yana. Savol mumkinmi? Zonda marhamat zonda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nega ham 65-24 navi hamda 37-24 naviga taqqoslagansiz? 65-24 masalan o'sha respublikada ekilgan, o'sha markazda ekilgan va yaxshi natijalarni namoyon qilgan 4-tipga mansub, 37-20 esa o'sha hududda ko'p ekiladi va o'shaning uchun biz ikkita navga nisbatan o'sha andoza sifatida olganmiz va ularga nisbatan solishtirganmiz. 50 qalada, ya'ni o'sha 37-20 navi ko'p ekilgani uchun uni biz andoza nav sifatida olganmiz. Rahmat. Tushunarli. Rahmat Po'lat Sarvar. Marhamat yana savol. Marhamat. Jo'rayev Mamatxon, Abdulvahid, PhD, Planlar Dehqonchilik metodologik instituti kattaligini. Men savollarni shulardan iboratki, birinchi savolim, siz ushbu davra yaratishda qanday mahalliy navlardan foydalangansiz va ushbu mahalliy navlarning ahamiyati sizning yangi davringizda qanday ahamiyatga ega? Biz yaxshi rahmat savol uchun biz bu yerda o'sha KAP 121 navidan va Gasupium o'sha navlardan foydalanganmiz. Arberium navlaridan foydalanganmiz va ulardan masalan KAP 121 dan o'sha hosildorligi, o'sha tola chiqimi, tola sifatini yaxshiligi o'tgan bo'lsa, Otarot navdan esa o'zining abiotik omillarga chidamliligi, ya'ni bardoshligini olganmiz o'tgan navimizga. Ikkinchi savol, sizning yangi yaratgan S7320 navimizning asosiy farqlanish belgilari nimalardan iborat? Boshqa navlardan nisbatan asosiy belgilari. Asosiy belgilar sifatida quyida ta'kidlaganimdek, tez pisharligi, ya'ni 114-115 kunni tashkil etganligi, tola chiqimi, tola uzunligi va ko'saklar chigit vazni, suvsizlikka chidamliligi va sho'rlangan hududlarda ham o'zini yaxshi masalan hosildorligi bilan ajralib turgani bilan farqlanishi mumkin.
Keyingi savol, bu yaratgan yangi navbatning potensial hosildorligi qanchaga yetadi? Potensial hosildorligi ya'ni agar sentnerni hisoblab aytadigan bo'lsak, bu yerda 41 sentnerni olishimiz mumkin. Ya'ni o'sha gektarga 41 sentner hosil olishimiz mumkin. Keyingi savol, siz hozir bu yangi yaratgan navbatlaringizni Xitoyda keltirilgan navbatlar bilan solishtirib o'rganib chiqasiz. Qanday kamchiliklari bor, qanday ustunliklari bor? Biz hozircha faqat o'sha o'zimizning mahalliy navlar va o'zimizning olimlarimiz yaratgan, o'sha seleksioner olimlarimiz, akademiklarimiz yaratgan va shu vaqtgacha o'zimizda namuna nav sifatida yoki standart nav sifatida olingan navlarga nisbatan solishtirganmiz. Xitoydan kirib kelayotgan navlar urug'lar mana yaqin yillardan boshlandi. Biz ular orasida o'sha ishlar olib borganmiz, ya'ni olib boryapmiz. Xudo xohlasa ularning ham natijalarini hali e'lon qilamiz. Qanchalik o'zini amal qilsin. Rahmat. Savollar bormi yana? Marhamat. Buyurun, domla. Kamol Isoq, marhamat, domla. Savolingiz bor. Yetarli. Kamoliddin Isoqov. Xo'jaman Nozar. Muhammad so'mni qo'shib qo'ying. Savol qiziqadi. Berdi. Avvaldan keyin davom. Oldin andozamiz. Avvalo Xorazm viloyatida necha gektar paxta edi? Xorazm gektarda bizning ekilgan navni so'rayapsizmi? Yo'q, shu paxta maydoni qancha? Xorazm viloyatida. Xorazm viloyatida biz hali bu yerda masalan paxtamizni yoki ekib yoki o'z natijalarini ko'rmaganmiz. Lekin o'sha aytganimdek Qoraqalpog'istonda olib borgan. Qoraqalpog'iston. O'shanga hayronman. Qoraqalpog'istonda necha gektar paxta maydoni bor? Aynan biz ekkan navimiz 308 gektar maydonga ekilgan. Mana savol. Paxta maydoni, ekilgan paxta maydoni Qoraqalpog'istonda necha gektar tashkil etadi? Shundan sizning olgan andozangiz necha gektar tashkil etadi? Andozangiz. Taxminan 80 ming gektar deb oladigan bo'lsak, shundan bizaniki 308 gektarda tashkil qiladi. Savolim, mana shu yaratgan namunangiz, oila namunangiz bari S-70-20. Jadvallarga keltiryapsizda 8-10 ta oila. Nima uchun hech qaysi ichidan buni qo'shib taqqoslamadingiz? Ular jadvallarda 70-20 yo'q. Aynan qaysi jadvalda aytyapsiz? Chunki mas'ul jadvalda yo'q. Bu yerda biz bundan foydalanganmiz, mana oila 87-90 esa o'sha mana 6-jadvalda turganda biz o'sha foydalangan oilamiz hisoblanadi. Ya'ni o'sha u yerda biz o'sha hamma natijalarini qayd etib borganmiz, ko'rsatganmiz jadvalda. Oxirgi savol. O'sha 73-20 hisoblanadi. Savol. Dissertatsiyamizda yozilgan so'ralangan bir suv tanqisligi. Jadvallarda tanqislik yoki so'ralangan moyga jadval keltirmaymiz. Bu natijalarni biz o'zi qayd etib borganmiz, ya'ni bularni bizda natijalar xulosasi o'sha yozma varianti bor. Lekin o'sha narsani prezentatsiyaga slaytga qo'yishni unutganman. Bu xato va kamchilikni albatta to'g'rilab yana qo'shib qo'yamiz. Rahmat, domlalar, ustozlar. Menimcha yaxshi savol-javob bo'ldi. Savol demak yetarli deb o'ylaymiz, bular savollar. Rahmat. Savollar uchun ustozlar. Endi so'z navbatini talablarning ustozi, ilmiy maslahatchisi Bunyodbek Nurmuhammadov marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ustozlar. Bugun namozov Abror Shodmonov patent orqali o'tayotgan himoyasini eshitdik, prezentatsiyasini. Sizlarga ma'lumki, men endi to'g'risini aytsam, o'sha yoshligidan bilaman Abror shu oilada o'sgan, hozir savollardan ko'rishimiz mumkin, bu vazirlik miqyosida ishlamagan, ishlab chiqarishda yurmagan. Lekin faqatgina o'sha seleksiya, ilmiy yo'nalishda endi bizda bitta gap borda qishloq xo'jaligida, haligi
ko'p rahbarlarimiz aytadi, vazirimiz ham aytadi, men paxtani ichida tug'ilganman deydi. Oldin ham ko'rganmiz, bir xillar g'allani ichida tug'ilib, xuddi paxtani ichida tug'ilgan bola shu bo'ladi. Shuning uchun nima demoqchimanki, gektarni bilmaslik mumkin. Qanchadir foizni tashkil qilishi yoki bo'lmasa o'sha viloyatlarda eklayotgan maydonlar yoki respublikada ishlab chiqarilayotgan to'lani qaysi sultonga yoki qaysi S65 35 ga yoki 70 ga tegishli ekanligini bilmaslik mumkin, lekin buni seleksiya jarayoni, uni tanlash jarayoni, yiltiy pitonlik qayerda, uyning qaysi tomonda ekanligi, yoki qaysida necha yoshda qaysi dalada yurganliklari, yoki qaysi model belgiga qarab tanlash kerakligini, to'la tip ko'rsatkichlari yoki bugungi hozirgi olib borilayotgan o'sha modifikatsiya bo'lgan BTG, batilyuningiz, GT deyapmiz, glifosatga ega bo'lgan belgilarni o'tkazish bo'yicha ish olib borilyapti. Shu masalalardan kelib chiqib men demoqchimanki, Abror Sharmonovich agar qo'llasalar, bunga ilmiy ishlarni agar biz yaxshi ijobiy baho qo'yib, keyingi ishlarga omad tilaydigan bo'lsak, albatta respublikamizda mana shu seleksiya, urug'chilik sohasida o'zini mehnati bilan o'sha bizda biz bu yerda ko'pchilik genetik seleksionerlar bilamizki, avloddan avlodga 50% gacha o'tishi bugungi kunda ochiqlandi. O'sha 50% bo'lsa, qolgani mehnat, harakat, qiziqish, intilish. Demak, bu juda ham katta bu respublikamizga sohaga o'zini mehnati bilan hissa qo'shadi degan umiddaman. Rahmat sizlarga. Rahmat Uniyat Kuranch o'z fikrlaringiz uchun. Endi munozaraga o'tsak ham bo'ladi. Marhamat, kimda o'z taklif fikrlar bo'lsa, so'zga chiquvchilar bo'lsa marhamat. Marhamat domlalar. Bitta narsani biz aytishimiz kerak. Taliban ma'ruzasini bilyapman, aniq zo'r bayon etib berdi. Katta yutuq. Endi bir seleksioner sifatida aytish mumkin. Murakkab turagallashni hamma yerda hammalar o'ta qilavermaydi. Bir maktab yaratilgan yerda qilinadi. Bu yerda ko'p odamlar, ko'p ustozlar ko'rgan odam, katta maktab yaratilgan yerda qilinadi. Keyin mana bir seleksioner sifatida aytish mumkin. Eng zo'r jahonga tanilgan sortlar murakkab turagallash asosida yaratiladi. Chunki uning ichida juda ko'p qon bo'ladi. Keyin bitta katta yutug'i bu yerda. Katta narsani ko'tarib chiqadi-da bu yerda. Keyin seleksioner qayerda qiladi? Eng og'ir zonadan boshlaydi. Bu shimoliy zona paxta uchun noqulay hisoblanadi. Shimol paxta noqulay sharoitda qilyapti. Keyin o'sha yerda noqulay sharoit ham bor. Keyin sho'rlanish ham bor. Suv tanqisligi eng oxirgi quloq dedi. Oxirgi quloqda hamma narsa qilish mumkin-da. Mana shu yerdan chiqqan suv o'sha og'ir zonada chiqqan suv ko'p yerga ketishi mumkin. Mana masalan, bu seleksionerda g'allachilikmi, paxtachilikmi hammasi bitta. Bir g'alla sifatida ko'p akademiklar bilan bo'lganman. Shular yaratgan sortlarning asosan hammasi og'ir zonada, o'rta zonada, eng noqulay sharoitda yuqori hosil bergan ana sortlar katta maydonni egallaydi. Eng zo'ri o'sha ana bu yerga zo'r savol berdi. O'sha noqulay sharoitlarda tanlab olingan sort kelajakda uyatilmaydi. O'zim masalan qiyinchilik ko'p yana qiladi. Men aytmoqchi bo'lganim, mana doktoratam, sog'lig'im aniq bilimni ilmiy jihatdan savol berdi. Keyin bunda ham fundamental ish qilingan. Fundamental. O degani u eng zo'r hamma qilavermaydi fundamental ishni. Amaliy. Bu ikkita dastur doirasida qilingan bu ish. Shuning uchun bu yerda katta ko'p mehnat qilayotgan ishlar ko'p ekan. Mana boshlanish ekan, yangi to'g'rilar yaratish imkoniyatlari katta. Bu murakkab onlarda keyin bitta narsa qanchalik sort ko'proq anavidan yillardan o'tsa har xil yillar ko'rib o'z sort hech yerda uyontirmaydi kelajakda. Chunki ko'p narsani ko'radi, ko'p sharoit ko'radi. Shuni eslab qoldim men bu yigitga.
haqiqiy patentlarim hamma analarda patentlar Ford bo'lib keldi, sog'ladi shuni amalga olib mana yosh yigit ekan yana o'sha zo'r analar xizmatga olingan mana shularni yana sortlar yaratdi. Kelajagimizda shu Xitoylardan yaratgan sortlar yaratishga men bir inson sifatida, keksa odam sifatida senga muvaffaqiyat tilayman. Sen endi katta oiladan chiqqan odamsan-da. Bu senga katta vazifalar qo'yiladi. Chunki oila ota-ona shuning senga sog'lik salomat tilaymiz. Kelajakda ishlar muvaffaqiyat tilaymiz. Bu yigitga rahmat. Kelajakda yaxshi analarga erishishlik. Rahmat. Şeyh Muhammed Abdurrahim, marhamat. 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 Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli seminar qatnashchilari. Bugun talabgorning taqdimotini eshitdik, ya'ni talabgor Ergashev Abror Shodmonov o'g'lini. Savol javobdan ham ko'rindiki, уже hammani soha mutaxassislari yaxshi savollar berildi. Menga o'sha Ergashev Abror Shodmonov o'g'lining taqdimot ishida yoqqan tomoni shunaqa bo'ldiki, murakkab durakalardan foydalangan. Ya'ni asosiysi butun dunyo bo'yicha hozir faqat Gazprom Barbadense, Gazprom Xerzotum turlari ekilyapti, lekin ko'p ya'ni ekvator chizig'i atrofidagi davlatlarda arboreum turiga mansub namlular ekilyapti. Bu talabgorning ishida arboreum turiga mansub, ya'ni namlulardan foydalanganligini, o'sha arboreum turiga mansub namlularning limfanga, sohaga, seleksiyaga qaysi tomonlama o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatishini taqdimotida ko'rdik hamda yuqorida ham savollar berdim. O'sha belgilar o'rtasidagi korrelyatsiya bog'liqligi, o'sha belgilar o'rtasidagi o'zgaruvchanlik kayfiyatlarini kerak bo'lsa uncha-muncha o'sha dissertant yozgan, dissertatsiya yozgandan holatda yozilgan. Agar bu talabgor bemalol dissertatsiya yozib himoya qilganda ham bo'lardi. Hamda natijasida bemalol ilmiy ahamiyati degan joyiga, ya'ni patent olgan bu nav maydonlarga ekilyapti. Talabgor Ergashev Abror Shodmonovning ishini muvaffaqiyatli deb hisoblayman. Qolaversa 0601 seleksiya boruqchilik ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori ilmiy PhD darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Talabgorga keyingi ishlarga muvaffaqiyat. Ushbu sohadagi chuqur o'rganib, yanada keyingi ishlarida bundan ham yaxshi natijalari bilan himoya qilishga tilakdoshiman. Rahmat. Rahmat Şeyh Muhammed Abdurrahim. Marhamat Duhamjam aka, fikrlaringiz bo'lsa. Marhamat domla. Mumkinmi? Yana bir bor assalomu alaykum Sovet raisi, kengash a'zolari. Ana bugun biz Ergashev Abror Beyni taqdimotini eshitdik. Avvalo men mavzuga to'xtalmoqchiman. Mavzu haqiqatda dolzarb bugungi kunda. Murakkab birgalash uslubi orqali suv tanqis va sho'rlangan hududlarda yetishtirilishga mos o'zi navlarni yaratish mavzusi juda to'g'ri tanlangan. Bizni respublikamizda ham mana keyingi yillarda ko'ryapsizlar, global iqlim o'zgarishlari, anomal issiqlik, suv tanqisligi sharoitida bu juda dolzarb deyman, shunday narxni yaratib ishlab chiqarishga joriy etilish. Endi talabgarni o'ziga keladigan bo'lsak, talabgar haqiqatda o'zini ustida ishlagan. Men ma'ruzasini eshitdim. Ma'ruzasi menga juda yoqdi. Juda ko'p savollar bo'ldi. Savollarga javob berishdan bildimki, bu yigit o'zi bu ishda ishtirok etgan. Eng asosiysi nav yaratilgan hamda patent olingan. Shuning uchun bugungi ishda men muvaffaqiyatli deb hisoblayman. Abror Beyni o'zini Ergashev Abror Bey Shodmonov o'g'lini 060105 seleksiya urug'chilik ixtisosligi bo'yicha PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman va men bu ishni qo'llab-quvvatlayman. Qolganlarni ham qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, domla.
Marhamat, ona. Yana bu hurmatli jamoa. Demak, bugun mana talabgor Abror Shatmonovich tomonidan demak murakkab yurak eglash usuli orqali suv tanqis va sho'rlangan hududlarda yetishtirishga mos bozorlarni yaratish mavzusidagi demak o'sha taqdimotni eshitdik. Haqiqatdan ham yuqorida ham aytildi. Mavzu juda ham dolzarb, chunki butun dunyoda shu jumladan respublikamizda keyingi yillarda global issiqlik ketyapti va shu bilan birgalikda mana bu Qoraqalpoq, Xorazm viloyatlarida demak sho'rlar juda yuqori. Bu aynan o'sha bu hududlarda qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish juda murakkab. Bizda o'sha markaziy hududlar yoki bu janubiy tomonga qaraganda bu og'ir. Shu jumlada paxtani, ya'ni g'o'zani yetishtirish ham juda murakkab. Shuning uchun bu talabgor tomonidan yaratilgan ana shu navlar xizmat qiladi. Shuning uchun bugun mavzuning dolzarbligi shundan iborat. Endi talabgor tomonidan bugun o'sha taqdimotda ham juda chiroyli batafsil ma'lumotlar berdi. Haqiqatdan ham o'zi tadqiqot o'tkazilgan, o'sha ishlarda bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Shuning uchun talabgorga ishlarga omad tilaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz va keyingi naslga, keyingi tadqiqot ishlarini davom ettirishni tilaymiz. Rahmat. Rahmat, Zafar Aytqulov o'z fikrlaringiz uchun. Yana sizga chiquvchilar bo'lsa, marhamat. Suhrob domla, marhamat. Ham mutaxassis, ham hamkasb sifatida bu sohaga o'z fikrlaringizni. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ilmiy kengash a'zolari. Bu bevosita Ergashev Abrorni ilmiy ishi bilan bevosita tanishman. Bu ish ko'rganlaringizdek Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumanida yo'lga qo'yilgan. Bu yerga borib tajribalarni birga amalga oshirib, keyinchalik shu yangi navlar yaratib, shu respublikada keng joriy qilish ishlari amalga oshirilyapti. Endi uzunli sabablarga ko'ra hozir taqdimotini eshita olmay qoldik, ba'zan nimasi bo'lib turdi. Shu bergan tavsiyalaringiz, ko'rsatgan kamchiliklaringizni hammasini inobatga olinadi. Albatta keyingi ishlarida inobatga olib, yanada mukammal, yanada sifatli, yanada takror bir dissertatsiya holatiga keltiriladi. Hammalaringizga rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Rahmat. Rahmat. Demak, munozaralar ham so'zga chiquvchilar o'z fikrlarini aytib berishdi. Demak, yetarli menimcha muhokama. Hozir talablar tomonidan ish bajarilgan tashkilot xulosalari, savol javoblar hamda hozir munozaraga chiqqan o'sha ustozlarning fikr va xulosalariga erishib, hozir ilmiy daraja qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa universiteti taklif tushmoqda. Shuningdek, biz hozir demak nizom asosida, ya'ni yashirin ovoz o'tkazib olsak, shuning uchun hozir hisob komissiyasini tuzsak. Kimda qanday takliflar bor? Rais. Yana kimda qanday takliflar bor? Ikki kishi. Demak, komissiya, hisob komissiyasi rais sifatida Zafar Aytqulov, a'zolar Qo'shmat Baxtiyor Sardash hamda Hasan Qalbozorov. Ular tasdiqlab olamiz, ovozga rahmat. Demak, hisob komissiyasi ishga tushiramiz, marhamat.
Ha, shuni so'rayman. Mikrofon. Zoomda ishtirok etayotgan ustozlar, video chat ochib, o'sha Zoomda chat orqali o'z ovozlaringizni beringizlar, iltimos. Zarfdonlar. Tushtirib Men yo'qlar Ulug'bek. Qaysi keraksiz bo'lsa ustidan ishlaysiz. Rozi emasman. Qarshi Ya oxirida sanaymiz. Hurmatli Zoomda laba ustoz. Zoom orqali ovoz beringizlar, chat orqali. Ha, bo'ldi, biz rozi. Yo'q, chat orqali yozma ovoz berish kerak-da. Yo'qdomlar, iltimos. Desa bo'ladimi? Ha, SMS degan joychasini shuna bossangiz, o'sha yerda yoziladi. Yo'q. Ulug'bek, men yozganim bordimi? Ha, Po'latov domla keldi ovozingiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Nima taka? O'tirib olasiz. Nima taka ovoz berdingizmi? Yo'q, men mikrofonim yo'q. Roziman, roziman. Anada gerçekliğe 7 ta ovoz tushgan bo'lsa, 7 kishimiz. 8 kishimiz. 8 kishini to'ldirish kerak. Chatdan jo'natdim, Ulug'bek. Rahmat domla. Tushdi. Samarov Shermuhammad domla, iltimos ovozingizni berib yuboring. O'qiy, to'ldirib ketaver. Men hech to'ldirib. Samarov Shermuhammad domla, ovoz berib yuboring. Qizning peysi qilmay qoldi. Gapirgan narsasi. To'xtatib qildi. Qiz Zoom chatdan ovoz berib yuboring. Yana kim chiqib ketgan Isroil G'ulomjon domla. Ustoz, ovoz beribdi ustoz, yo'qlab ovoz beraman deb. Boring ustoz. Dilmuhammad. Nechta bo'ldi Zoomda ovoz? Sanab tur ovoz berganlar. Kelasi sanabray. Zoomdagilar. Zoomdagilar. 2, 3, 4, 5 ta. Bu tepada ham bormi? Eng tepasidan keyin Ovoz bergan ko'rindimi chatda? hozir qaraymiz domla. Yo'q, iltimos yozib jo'nating, ovoz beraman yoki yo'qlayman yoki yo'q deb. 15. İşte bunu koşuyoruz. Tavsiye etmem dedim. Ovoz beraman deb yozish kerak. Tavsiye etamiz. Ovoz beraman deyish kerak. To'g'ri qoldi. Sheraldamda qoldi. Ha? Sheraldamda berdi, qo'y. Sheraldamda berdi. Sheralaga berdi. Sheraldamda. Sheralga chiqib ketib qoldim deyman. Voy turib chiqib ketib qoldim. Voy turib.
Ikrom chiqib, ikromga. Mana. ikrom bo'ldi. Hazmi chiqadi. Tashkent ketgan ekan, tinchani. Chatga yozganim ko'rindimi? Ko'rindi. Sakkiz kishimizni. Yana sakkiztamiz. Ular qo'shiladi zo'rmi, to'g'rimi? Mana chatdan Chatdan kerak. To'g'rimi? Protokol. Alo, Sherali aka. Sherali aka, Zoomga kirib chatdan ovoz berdi. Sherali aka telefon qilib aytyapsizlar. Ha? Telefon qilib beradi. Baxtiyor. Hasan Bobur. Ana. Qisami? Ro'yxatda? Cevap olursadan bölümde. Beravermayman.
a'zolari, ishtirokchilar hozir yashirin ovoz tarkibi xulosasini eshitish uchun zarur proyekt guruhiga hisoblansa raisi. Marhamat. Yana bir savol bo'lmasmi kengash a'zolari. Demak, hisob komissiyasining majlisining bayonnomasi 2026-23 yil demak viloyatda. Demak, komissiya raisi Boboqulov Raifovich, demak a'zolar Hasan Xonboyev hamda Baxtiyor Qushmatov a'zolar tayinlandi. Demak, komissiya Ergashev Abror Shadmonovning qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi olishga qo'yilgan dissertatsiya himoyasi seleksiya yutug'i patent asosida yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun tayinlangan. Demak, ilmiy kengash tarkibi 14 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda demak kishi kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 15 kishi, shu jumladan demak 8 nafar onlayn 7 kishi onlayn offlayn shu yerda qatnashyapti. Demak, yana 15 kishi, shu jumladan ko'rib chiqayotgan dissertatsiya himoyasiz seleksiya yutug'i ixtiro patent ixtisosligi bo'yicha 10 nafar fan doktor ishtirok etdi. Demak, 15 ta byulleten tarqatildi, 4 ta byulleten tarqatilmay qoldi. Demak, quticha oshirganda 15 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari, demak, Ergashev Abror Shadmonovning qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 15 ta, ya'ni 100%, qarshilar yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Demak, hisob komissiya raisi Boboqulov, komissiya a'zolari Rashidboyev, Qushmatov. Rahmat. Demak, hozir yashirin ovoz xulosasini eshitib hammamiz 15 qatnashayotgan ishtirokchilardan 15 tasi 100% ovoz bilan, ya'ni xulosa berishdi. Shuningdek, yashirin ovoz berish natijasida Ergashev Abror Shadmonovga qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini berilishi masalasi tasdiqlangani bilan tabriklaymiz. Endi so'z navbatini talab qo'yamiz. Marhamat. Avvalambor hammangizga, ya'ni ilmiy kengash raisi va a'zolariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va shu jumladan o'zimning ilmiy rahbarim bo'lgan Mamratim Bunyod Ikromovga va shu patentda o'z qissalarini qo'shgan akademik Namozov Shodmon Ergashevga, ya'ni dadamlarga va boshqa olimlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib, kelajakda ishonchingizni oqlashga va yana ham yaxshi natijalarni qayd etishga va ishlaringizni ishonch bilan davom ettirishga va'da beraman. Sizlarga katta rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, hozir taqdimot yuzasidan kengash xulosasi tarqatilgan. O'sha kengash xulosasi loyiha bo'yicha fikr bildirishlaringizni so'rayman, yozma ravishda. Bunda qanday takliflar bor? Ma'lumot uchun qabul qilamiz. Demak, ma'lumot uchun qabul qilamiz. Ya'ni qanday qo'shimchalar bor? Takliflar bo'lsa. Ichidagi boyagi tuzatish kerak bo'lgan joylarni belgilaymiz o'zimiz. Yozma ravishda, rahmat. Demak, tasdiqlarni ilmiy kengash qarorini tasdiqlash kerak. Hozir Lavlukar dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti huzurida ilmiy kengash qarori, Lavlukar dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti raqamli ilmiy kengash ko'rib o'tilgan murakkab duragaylash uslubi asosida suv ta'qiz va shug'ullangan hududlarda yetishtirishga mos g'o'za navini yaratish mavzusidagi qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan taqdimotni himoya qilganligi asosida olingan natijalarning yangiligi, ilmiy va amaliy ahamiyatga egaligi hamda ovoz berish natijalariga ko'ra Ergashev Abror Shadmonovga 06-01-05 seleksiya o'qituvchi ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasi berildi
va O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzurundagi Oliy attestatsiya komissiyasi kengash qarorini tasdiqlab berish so'ralsin. Demak, ushbu qaror bo'yicha tarafdorlar demak tasdiqlab olish so'raymiz. Demak, qarshilar, betaraflar yo'q. Hozir taqdimot bo'yicha tavsifiy belgilarni belgilab olsak, birinchisi taqdimot materiallarining xususiyatlari. Birinchi muhim amaliy masalalarni hal etishni ta'minlovchi ilmiy jihatdan taqdimot natijalarining yangi darajasi 2.2. Demak 2.2. Uchinchisi taqdimot natijalarining qiymati 3.2. To'rtinchisi taqdimot mavzusining ilmiy tadqiqot ishlari rejalari bilan bog'liqligi 4.2. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalari qay miqyosda foydalanildi? Tarmoq miqyosida. Tarmoq miqyosida. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6.1. Rahmat, buni ham tasdiqlab o'tildik. Demak, yana bir bor talablarni tabriklaymiz. Ustozlarni, kelgusi ishlarida omad, doktorlik moyalarida ilmiy loyihalar shakllantirishga, mashg'ulotlar bilan birga va o'sha kollektivda himoya qilishga tabriklaymiz yana bir bor. Demak, majlis yakunlashga bo'ladi. Rahmat ishtirokchilarga, hammasiga salomat bo'linglar. Jolun. Ha, jolun